24-28 noyabr kunlari O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari boshchiligidagi delegatsiya Iordaniya Hoshimiylar podshohligida xizmat safarida bo'ldi. Safar davomida Iordaniya podshohining din va madaniyat ishlari bo'yicha bosh maslahatchisi Shahzoda G'oziy bin Muhammad, bosh muftiy Ahmad Hasanot, vaqf va islom ishlari vaziri Muhammad Halayala, shuningdek podshoh Abdulloh II nomidagi imomlar tayyorlash instituti direktori Dr. Abdusattor Quzot va Iordaniya Xalqaro islom ilmlari universiteti rahbariyati bilan uchrashuvlar o'tkazildi. Ammonda bo'lgan muloqotda ikki davlat fatvo markazlari o'rtasida hamkorlikni yangi bosqichga ko'tarish, tajriba almashish va zamonaviy masalalar bo'yicha qo'shma fatvolar tayyorlash masalalari muhokama qilindi. Islom ilmlari universitetida bo'lib o'tgan uchrashuvda ta'lim va ilmiy tadqiqot sohasidagi imkoniyatlar, diplomlarni tan olish, professor o'qituvchilar bilan qo'shma dasturlar yuzasidan fikr almashildi. Delegatsiya universitetning o'quv jarayonlari, laboratoriyalari va resurs markazlari bilan yaqindan tanishib, mamlakatimizda tatbiq qilish mumkin bo'lgan ilg'or tajribalarni o'rgandilar. Muftiy hazratlari vaqf va islom ishlari vaziri Muhammad Ahmad Muslim al-Halayala bilan uchrashib, vaqf mulklarini boshqarish, mutaxassislar tayyorlash va Iordaniyada malaka oshirish dasturlarini yo'lga qo'yish yuzasidan kelishuvga erishdilar. Imomlar tayyorlash instituti direktori Dr. Abdusattor Quzot esa Ammon tashabbusi doirasida O'zbekistondan 3 nafar mutaxassisni qabul qilishga tayyorligini bildirdi. Safar davomida muftiy hazratlari Iordaniyada tahsil olayotgan o'zbek talabalar bilan uchrashib, ularga ilm, odob, vatanga xizmat va musulmon ummatiga foyda keltirish haqida nasihatlar qildilar. Universitet rahbariyati O'zbekiston talabalarining bilimga chanqoqligi va namunaviy xulqini yuqori baholadi. Delegatsiya vakillari Shuayb alayhissalom, Zayd ibn Horisa, Ja'far ibn Abu Talib, Abu Ubayda ibn Jarroh, Abdurrahmon ibn Ravoha roziyallohu anhular va ashabi kaf qadamjolarini ziyorat qildi. Bu tabarruk zaminda yurtimizga tinchlik, osoyishtalik, qut baraka so'rab xayrli duolar qilindi.